Assalomu alaykum. Tornado rasmiy kanali aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar. Limuzin Buqashqi bozori biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkentdamiz. Birodarlar, buqalar sotilishda davom etyapti. Hafta kuniga shanba 7-iyun 2025-yil. Birodarlar, buqalar sotishda davom etyapti. Kelib ko'rib, ustida savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar. Aka, o'tgan safargi partiyada xolis gapiryapman. O'tgan safargi partiyadan ancha arzon aka. Hozir o mashinada ketayotgan bormi mana boru men qarang. Nima deysiz? 24 million chiqardingizmi kelgan? Men narx chiqarganim yo'q hali. Narxda men indaganim yo'q. O'sha kungi narx. Yo'q, aka, narx aytganimiz yo'q-ku. Narx aytganim yo'q-ku men. Yo'q, hayitdan oldin chiqardingiz, to'g'rimi? Aka, hayitdan oldin chiqardi. Mana kema gapirib, uzoqda turibsiz. Video olyapman-da, men kelyapsiz, videoga olyapman, gapiryapman, kelyapsiz. Hayitdan oldin narx aytdi, narx aytganim yo'q. Narx aytganmisam qarang. Narx umuman aytganim yo'q. 28,5 shunaqa. Adashmasam so'rab olasizlar. Qarang, o'sha narx aytgan joyimni topib bering, qora aka, narx aytgan joyimni topib bering. Men narx aytganim yo'q, narxi shanba kuni chiqadi, sotiladi dedi. Narx indagani, tushunadingmi? Yo narx aytganmanmi? Narxni bilmas edimmi? Tushirganmiz, ketaverganmiz uyga qarab akalar. Men bloger bo'lsam, birortam olib haydashib yubormagan bo'lsam, to'g'rimi? Endi ko'rsataman, bo'yni aytaman, tirsir aytaman, ketaveraman men. 50 million demaydim menga aytsa. Sotadimi, sotmaydimi, o'zini ishi. Bu bitta akada bu odam olib keladi xolos. Limuzinni. Yo, unaqalarni bilmayman aka. To'g'risi videoda ham aytganman, arzon buqalar bas deganman aka. Yo'l kirasining o'zi 13 ming dollar ketgan ekan. Endi hali yo'l kiraning o'ziga 70 ta. Qarang, yo'l kiraning o'ziga. Undan tashqari, mana videoda ochiq gapirib tashlayapman-da. Undan tashqari boj to'lovlar bor, boshqalar bor, uni o'zlari biladi akalar. Arzon buqalar bas to'g'risida. Endi hashaki buqalar ham bas. O'zi uzoq joydan olib kelishda o'zi oson bo'lmasa kerak. Men bu Avaz akam tarafini olib o'tmayapman. Buni oddiy misol Qirg'izistondan, Qozog'istondan olib kelayotgan akalar bularni juda yaxshi biladi akalar. Buni mashaqqatini, qiyinchiligini, misol oddiy misol bozordan olib kelsangiz ham to'g'rimi? Bitta molni falon pulga olib kelib beradi. O'zbekistonning ichida. Mana jonivorlar qarang, narxini eshitdim, xullas 25 milliondan 30 necha milliongadir baho aytishdi, esimdan chiqib qoldi. Qayerga ketishdi ular? Mo'ydin aka, 30 necha millionga to'g'rida? Ha, 25 milliondan 33 milliongadir baho aytilibdi. Holatiga qarab sotilyapti akalar. Adashmasam hozir 40 boshdan oshdi. Sotilgan buqalar soni. Aka, sohatingizni aytib bering. 14:40. Men o'zi abetda keldim. Peshindan o'tganda keldim. Ertalab vaqtliq kelmoqchi edim, kela olmadim, to'g'risi borib. Yomg'ir yog'ardi, jicha u bo'ldi, bu bo'ldi, ashna bo'lib kech qolib keldim. Ha. Qadrdonlar shunaqa gaplar. Mana eng kichkinasi mana shu. Mana shu ham sotildi. Adashmasam mana shu Namanganga sotildi mana shu. Arqalarni qarang, korpuslariga. Limuzin buqa bilan angusni adashtirmaylar akalar. Limuzin buqani mana orqa oyog'idan boshlab shu orqasiga dor tikka. Ha? Ha, yo'q, qizil angus ham bor ashadda hozir. Qizil angusni ham ko'rsataman, ha. Mana uni? Qarang. Ha, mana shu qizil angus aka. Mana shu qizil angus, tasanno. Qarang. Qarang, orqasini ko'raylik-chi. Quloqlari ham oqbasda qarang. To'g'rimi? Qizil angusga o'xshayapti. Mana limuzinni ko'ringlar, mana uni qarang, jonivorni qarang. Tumshuq oq, oyoqlari oq, orqasi oq, ko'zlar oq. To'g'rimi? Mana bu ham xuddi shunaqa akalar, adashtirmaylar. Mana bu ham xuddi shunaqa. Qizil Eston ham o'xshab ketadi shunga. Qizil Eston, angus o'xshab ketadi. Bir xil odam limuzin desa, nima qilib adashib qoladi. Adashmasligi uchun akalar, sizlarga bitta tavsiya, qayerga borsalaring daftarini ko'rib olinglar. Bularni pasporti bor bularni. Dokumenti, hujjati bor. Nima deysiz aka? Ha, tumshuq ham og'zi katta bo'lar ekan, ha? Haqiqatda tumshuq. Mana uni qarang, mana tumshug'ini qarang-da, ingichka o'zini qarang, qora olanikini qarang. Bular ham sotiladi, 18 milliondan baho aytilgan, qarang. Buni tumshug'ini qarang, haqiqatda. Ashatiga ahamiyat qilmabman, qoyil. Mana uni qarang, jonivorni qarang.
Mana qarang jonivorlar. Xudo xolasa torsillagan buqa bo'ladi. Gogilga yoki boshqasiga yossalaring, limuzin buqalarni kattasi salaring. Bularni kelajakda qanaqa buqa bo'lishini ko'rib olishlaring mumkin. Men ham gapiraveraman. Sotuvchi ham, oluvchi ham hammaning o'zining fikri bor. Mulohaza qilib, fikr yuritish o'zlaringdan kelar. Kommentariyada chiroyli qilib xulosa chiqarib yozib qo'yasizlar. Mana qarang, jonivorni qarang. Bo'ylar akalar, bo'ylari mana shu 15-20 plus minus 10 bilan 25 ga qadar mo'ljallaringlar bo'ylarini shunaqa haligi nima bas. 1 metr 10 dan 1 metr 25 ga qadar mo'ljallaverasizlar. Ja 30ligi yo'q, to'g'risida bari buzuq. Boqilayotgan buqalar. Ekranda nomerlarga telefon qilasizlar, telefonlashasizlar. Limuzin buqa bor desa, kelaverasizlar. Sotilib ketdi desa, kelmay qo'yasizlar. Xudo xolasa 9-10 iyunni sanasida anguslar bo'g'ozlaridan, maydalaridan yuklanadi. O'shalarni ham ko'rib tursalar, xudo xolasa, o'shalarni ham ko'rsatamiz. Hozir biz sizlarga borib, nari qo'raga borib, qora buqalarni ko'rsatib beramiz. Mana jonivorni qarang yugurishini. Hoppa! Otga o'xshaydi, otga. Ketdi qora-olalarga. Qadrdonlar, mana qora-olalar. O'sha gap, o'tgan safargi gap. Agar chorni pyostra. Chorni pyostra, akalar, qadrdonlar. Tish buzmagan. Nima deysiz? Galland go'lishdaymi? Ha, bu ham o'sha Polshadan kelgan, o'sha Yevropadan kelgan. Mana tirsalarni ko'ringlar, tirsalar baquvvat. Novvoslar, mana qarang, jonivorlarni qarang. Hammasi boqiladigan novvoslar, mana. Ichkariga ham bir dunyo kirib olibdi. Emlovlari, hamma yo'llari bo'lgan bular. Olib borib boqadi xolos, tayyor. Emlamalari qilingan. Bu novvoslar limuzinlardan oldinroq kelgan. Limuzin, mana uni qarang, uni olani qarang, jonivorni qarang akalar. Bo'ylari siraytni bir 30 mo'ljallaringlar. 30-35 bas, 30 mo'ljallaringlar, shunda yaxshi bo'ladi. Bo'ylarni aytyapmiz akalar, kamera engashtirib katta qilib ko'rsatganim yo'q. Boricha ko'rsatyapman. Buzuq hammasi mana. Mana shuni savol akalar, bozorda necha pul narx etadi? Bozorcha akalar bor. Buni necha pul narx etadi akalar buni? Bozorda. Ush, hozir aka Haydori. Ush. Xullas o'zlaringdan. Ush. Qora buqalar. Bularning narxi Ush. o'tgan safar ham aytganmiz, 18 milliondan 24 millionga qadar baho aytganmiz. 18 milliondan 24 millionga qadar narxlarda aytganmiz. Aytilgan narxlar muhim emas, savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar. Xohlasalar mana uni olinglar mana. Qarang, jonivorni qarang, qon tozaligini. Ko'rib olinglar. Ulardan limuzinlardan ko'ra nima dedi? Kattaligi katta. Parodasi choni pyostra xolos. Bu ham novvos, u ham novvos. U qimmatroq, bu arzonroq. 18 milliondan 24 millionga qadar holatiga qarab savdolashilaveradi. To'g'rimi o'yin aka? To'g'ri. Hammasini kami bor o'tib beramiz. Aytilgan narxlar umuman muhim emas. Tars sotiladigan novvoslar. Avzagam nomerini beramiz. Yana siz nomeringizni beramiz aka. Hoji kamgina ham qo'yib qo'yavering endi. 91lik 131 34 91lik 046 09 81. Dastavka bo'lmagan, dastavka kelishiladi. Dastavka bor deb aytmaganmiz. Dastavka uzoq yaqindan kelgan akalar kelishaverasiz. Mabodo mashina bilan kelsalar arzonroq tushadi o'zlaringga. Dastavka qilib bermagan bu odam bor. Endi mabodo kelishuvga qarab qilib bergan u. Endi hammasini bir joyga olgan odamga dastavka qilib beraveramiz. Ha. Nechi bosh? Hozir 54 bosh qoldi nazarim. 59 tetda 5 ta sotildi bugun. Bundan 55 ta 54 ta qolibdi-da. Shunaqa. Mani sotilmadi, mana uni qarang. Mana uni qarang jonivorda. Mana sementalga gibridga o'xshayapti-da, qarang. O'xshayapti-da, qarang, oyoqlari qarang. ham qarang. Kallani ham qarang shuni. Ko'zlari, tumshuqlari ham Mana shuni ko'ring, mana shuni ko'ring aka, mana shuni ko'ring. Mana shu boshqacha ko'rasizmi, kipriklari ham oq. Qarang. Ya, biz qimmat qilganmiz, aytyapmiz aka. Bu o'zimizni xulosamizni aytyapmiz. Pullaring cho'ntalaringda. Bir so'm olganimiz yo'q. Molxonada turibdi. Gibridmi, boshqami ko'ring deyapman men xolos aka. Farqi bormi axir? Mana ko'ringchi, ana xolis gapiringchi, har qalay farqi bormi? Oyoqlarning farqi bor. Qayerdansiz? Boltako'l. Men o'zimiz Boltako'ldami?
Ha. O'zimiz Boltako'ldan ekan, aytdan ekan. Ha, ular shunaqa gaplar. Qadrdonlar bular ham yo'lidaqa beri aytilgandan muhim emas. Bularni arzon-arzon sotaveradi bular. Bularni arzon-arzon sotiladi bular. Bularni arzon-arzon sotadi, xudo xolasa. Qaysi olami? Hoppa! Qorami? Ha, nariga chekka. Egasi yo'q bularni. Bunisi ham qora. Uni ko'ring siz, tumshoq ko'rib keling. Mo'ydin akamga ayting ko'rsatib beradi. O'zi boshqacha turibdi. Boring nariroqqa. Xullas, qadrdonlar ekranda raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. O'tib obuna bo'lib, like bosasizlar. Kamoldan hoji. Ha aka. Tagiga borib kelishaveradi aka. Xo'p. Salomat bo'ling, Avaz aka, sog' bo'linglar. Alloh panohida bo'lishsa hammalari. Kim bo'lmanglar. Kelib ko'rib usta savdolashaverasizlar, akalar. Mana shu oldingizdan ko'ring, qora aka, mana ketdi o'ng qo'lingizda ketdi mana. Mana oldingizda mana ketyapti, mana. Shoqi bor, kichikroq. Mashina ko'ring, shoqi bo'lsa ham ko'ring. Zo'r buqani ko'rsatuvdim men sizga.